Assalomu alaykum. Mani ismim Muhammedova Muhabbat. Doktor Hasan klinikasida akusher-ginekolog bo'lib ishlayman. Istalmagan homiladorlikni oldini olish usullari to'g'risida ozgina gaplashib o'tamiz. Gormonal kontratsepsiya, inyektsion kontratsepsiya va bachadon ichi vositalari kiradi bunga. Bulardan eng asosiysi, bizga eng ma'qul bo'lgani bachadon ichi vositasi to'g'risida gaplashamiz. Bu juda ham hozirgi zamonda juda ham ko'payib ketgan. Oddiy Hindiston spirallari bor, bu misli spirallar. Bular kumush spirallar, bular o'zidan gormon chiqaradi. 5 yil, 7 yilga Mirena spirali deyiladi. Endi hozirgi eng zamonaviy chiqqan bu kontratsepsiya usulimiz bizada implanon deyiladi. Buni terini tagiga, qo'lni bilegiga qo'yiladi. Implanon o'zida gormon, etonogesteron gormonini, ya'ni gestagen gormonini o'zida saqlaydi. 3 yil ichida o'zidan gormon ishlab chiqarib turadi, homiladorlikni oldini olib turadi. Bu vositani biz bachadondan ko'p qon ketadiganligi, keyin bachadon bo'yni yallig'lanishi bor, bachadon eroziyasi bor ayollarga tavsiya etiladi. Buni afzalli tomoni bachadonga qo'yilmaydi, bachadondagi har xil muammolarni keltirib chiqarmaydi. Buni kimga tavsiya etilmaydi? Tavsiya etilmaydigan holatlar tromboz bor ayollar, tromboemboliyasi bor ayollarga qo'yish mumkin emas. Lekin 3 yil davomida bexavotir 99% homiladorlikdan saqlanadi. Sizda nima ginekologik muammolar bo'lsa, doktor Hasan klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.